Do'stlar, assalomu alaykum. Xo'p, Samarqandda yana bir navbatdagi obyektga kelganman. Bu obyektimizning fasad qismlariga mana shu klinker plitkalar terilyapti. Hozir mana ichkaridan polni obzorni sizlarga ko'rsataman. Xo'p, videoni ko'rishdan oldin обязательно bitta like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz agar yangidan-yangi mana shu fasad ishlarini bizlar qilib ketamiz. Xo'p, bu obyektimizning fasad qismlariga mana shu klinker plitkalar terilyapti. Plitkamizni razmeri 28,5 ga 6 bo'ladi. Mana shu holatda. Bu 70-80 yil tursa ham umuman o'zgarmaydi. Chinnining ovozi ko'ryapsizmi? Juda ham chiroyli. Bu rangi mana shunaqa neobishni bo'ladi buni. Buni ranglarni xullas turi assortimenti juda katta. Qanaqa rang desangiz agar o'shalar ranglarga beraveramiz. Katalogini tashlab beramiz, tanlayverasiz. Xo'p, mana bu obyektni ko'rgan bo'lsangiz, devorlari shkaturkadan lekin ustini silig'ini qilmagan, mana shu gruntovka holatga edi. Biz o'zimiz mana shunaqa qora kleylar ishlab chiqaramiz. Mana bunaqa qopda bo'ladi. 25 kilolik bo'ladi bu kleyimiz. Mana shu kleyni devorga surtib chiqqan. Buni sababini aytaman. Buni surtga chiqqanlarning sababi mana shunaqa plitkalarimiz terilganini ko'rsangiz agar, buni zatirkasini qilmayman dedi uyning egalari. Mana shu orasini to'ldirib chiqmayman dedilar. O'sha uchun tagi qop-qora ko'rinishi uchun, mana bu tomonlardan ko'rsaman. Tagi qop-qora ko'rinishi uchun bizga mana shu stollarimiz mana shu kleyni ishlatildi. Va bu kleyni o'zi bilan ham yana teryaptilar, sho'g'ishni o'zini, plitkalarimizni o'zi ham buni bu xullas trivadnom hisoblanadi. Buni ham devorni mana bunaqa qoraytirsangiz bo'ladi. Plitkani o'zini shunga tersangiz bo'ladi va terib bo'lgandan mana shu plitkalarning orasini zatirka shof deydi. O'shani ham qilsangiz bo'ladi. Ya'ni plitkani terib bo'lgandan keyin mana shu ichini to'ldirib chiqsangiz ham bo'ladi. Shu narsani o'zi bilan. Xo'p, plitkamizning narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kundagi 1 kvadrati 265 ming so'm. Rasvetkasiga farq qilmaydi. Qanaqa rang tanlasangiz agar farq qilmaydi bu. Mana shu korobkada bo'ladi. Bir korobkasiga 082 bo'ladi. Zatirkalarimiz esa fuga zatirkalarimiz bir qopi 130 ming so'm, 25 kilo bo'ladi. Anaqa devorlarga bitta 10 kvadrat ziyodga yetadi bir qopi. Zatirkaga ishlatsangiz ham bitta 10 kvadratga yetadi. Kleyga ishlatsangiz bitta 7-8 kvadratga yetadi bir qopimiz. Usto haqqiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda usto haqqiga bitta 15 dollar plus minus, joyiga qarab, fasoniga qarab, sложностьиga qarab ustolar narx belgilaydi. Borib joyingizni ko'radi, объемni ko'rib, o'shanga qarab narx belgilaydi. Hozir tepadan ozgina terilish jarayonini ham ko'rsataman. Xo'p, ba'zilar ko'rib turganingizdek, mana shu kleylarimiz, mana shu tabanchik ham shu kleyga terilyapti. Mana hozir ko'rsatganlaridek usto bu. Tagini shu bilan qoraytirgan. Endi bu yoqqa fugasi bo'lmayapti. Agar fugasiga qilsa ham, shu fugaga ham to'g'ri kelaveradi. 05 krestiklar bilan teriladi, mana shunaqa chiroyli chiqish uchun. Xullas, mana shu obyektimiz bo'lsa yaqin kunlarga bitadi. Yana obzorni qilamiz. Kimga mana shunaqa klinker plitkalarimiz, fasad ishlari kerak bo'lsa agar, mana shu kleylarimiz kerak bo'lsa, albatta bir hausga murojaat qilasizlar. Chiroyli qilib mana shu sizlarning fasadlaringizga terib chiroyli qilib beramiz. Xo'p, azizlar, pastga raqamlar qo'yaman. Bemalol pastdagi raqamlar orqali telefon qilsangiz ham bo'ladi. Telegramdan yozsangiz ham kataloglarni tashlab beramiz. Plitkalarni bemalol tanlab zakar bersalaringiz bo'ladi. Videoga obязательно bitta like bosib qo'ying. Videoni esa fasad qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga tashlab qo'ying.